Yana ketasanmi? Ha, Bo'pti. bu safar sen ham men bilan ketasan. Qayerga? Bilmadim qayerga. Qara, bu xato edi. Lekin juda chiroyli xato. Yur ketdik. Eshref, to'xta. Afra nima bo'ladi? Uni o'zim hal qilaman, yur. Eshik ochiq qoldi-ku. Ishlar chigallashyapti. Chet elga qochmoqchi bo'lganingga qaraganda boshing baloda ko'rinadi. Ha, boshim baloda. Shuning uchun shu yerga keldim. Men senga qanday yordam bera olaman? Qutulishim kerak bo'lgan odam bor. Kim? Serdar. Lekin juda chiroyli xato. Biz politsiyachiga o'q uzmaymiz, kamiga boshlig'iga. Butun politsiya ortimizdan tushadi. Ishning oxiri yomon tugaydi. Ha, bilaman. Prinsiplaringiz, odob-axloqlaringiz, qoidalaringiz bor. Lekin tinchlaning, sizga hech kim o'q uzing demayapti. Lekin o'q uzdirishingiz mumkin. Evaziga nima olaman? Eshrefni. Eshrefni? So'nggi tarjima filmlar makoni. Qanday qilib? Avval kelishdikmi? Shuni ayt. Kelishdik. Senga orzu ham qila olmaydigan imkoniyat beraman. Lekin avval Serdardan qutulamiz. Agar bu ishning oxiri yomon tugasa, o'zingga yomon bo'ladi. Seningcha yo'qotadigan narsam bormi? Gonja, jinnilik qilma iltimos. Necha marta aytdim, bir ayolga yordam berdik xolos. Nima bu jinoyatmi? Qani o'zing bir aytchi. Jinoyatmi? Sen uchun sen hech kimga yordam bermaysan, shundaymi? Gonja, qasam ichaman. Jinni bo'lma, iltimos, sendan jiddiy aytyapman. Endi menga jahl qilyapsanmi? O'chir. O'chirib qo'ydimi? Alo, yuzimga bosib qo'ydimi? Ha, tentak. Yana nima qilib qo'yding, ha? Hech nima qilganim yo'q. Bu safar haqiqatdan ham begunohman, qasam ichaman. To'liq emas, lekin biroz begunohman. Boray, bizga ham balo bo'lma. Ya tavba, bo'ldi, dardimni aytmayman endi hech kimga. Tun yarimlab ketdi, Eshrefdan darak yo'q. Qayerda o'zi? Bilmayman. Qayerda? Men ham shuni so'rayapman, qayerda? Ha, mendan so'rayapsanmi debman. Yo'q, umumiy, shunchaki aytdim. Qani qo'ng'iroq qilib ko'r. Alo, Ha, Shahzodam qayerdasiz? Shahzodam, nima deyapsan, ha? Taxtga chiqyapsan-ku, shunga aytdim. Ha, endi sizlarni tilingizga tushdik. Mayli, bu tun men yo'qman. Nima demoqchisan, yo'qman deganing? Nima deydi u? Telefonni berchi. Ma ol. Allo Ashraf, nima deganing bu? Qayerdasan? Nima bo'ldi?
ishim bor shunchaki. Seni nima ishing bor, Ashraf? Keyin aytaman. Ashraf, iltimos, nimani ayt. Ertaga mingta ish bor uka, vaqt yo'qotadigan paytmi hozir? Qaydasan o'zi? Gurdal, aytdim-ku ishlarim bor. Keyin tushuntiraman. Farruxga bersang-chi. Al Farruh seni so'rayapti. Ha, eshitaman. Farruh, sendan bir iltimosim bor edi. Afrani uydan olib mehmonxonaga olib bora olasanmi? Taqdim etadi. Xo'p, Rahmat. men ketdim. Ishim bor. Qayerga? Senga nima? Nega u seni shahzoda dedi? Shunchaki hazillashyapti. Yo'q, bu hazil emas. Aytsa bo'ladimi, nima gap o'zi? Yakub ota o'rniga meni tayinladi. Bir tadbir marosim qilmoqchi bo'lishyapti. Tushunmadim. Sen mafiyachi eding, endi butun mafiyani boshlig'i bo'lasanmi? Shunday. Ashraf, qayerga ketyapmiz o'zi? Borganda ko'rasan. Biz aqldan ozganmiz shekilli. Ha, shunday. Nega hamma narsaga loqaydlik bilan qaraysan? Bilmayman. Mashinani to'xtatasanmi, gaplashib olaylik? Rostdan to'xtashimni istayapsanmi? Ha, Ashraf. Yaxshi. Mana to'xtadim. Ha? Gap nimada? Qara. Biz yana bir lahzada hayajonga tushib qoldik. Sen sevaman deganingda ham shu hayajon bilan aytganmiding? Albatta, ba'zida shunaqa bo'ladi menda. Demak sevmaysan. Yo'q, albatta sevaman. Biz juda noxush tarzda tanishganmiz. Keyin hammasi shunaqa noxush davom etdi. Men oddiy bir odamman, tushunsang-chi. Seniki esa butunlay boshqa dunyo. Shularni bilsam ham seni o'ylamagan bir daqiqam ham bo'lmadi. Bu qanday bo'ldi, qachon bo'ldi, nega bo'ldi? Ishon, o'zim ham bilmayman. Lekin yanada chuqurlashmasdan orqaga qaytaylik. Qara, hozirdan seni izlay boshlashdi. Bilasanmi? 4 yil oldin Shiledan bitta uy olgandim. Hech kim bilmaydi. Nega olganman, nima uchun o'zim ham bilmayman. Ko'rinishidan ichimda umiddan bir parchasi qolgan ekan. Demak, orzu qilishni hali ham yoqtirar ekanman. Mana, bu mashina va men o'sha uyga ketyapmiz. Agar bormoqchi bo'lmasang, kimnidir chaqiraman, qaytarib olib ketadi. Bordik deylik, keyin nima bo'ladi? Hammasining oxirini bilishimiz shartmi, Nisan? Men senga oxirini aytaymi? Oxirida men yuragimni ushlab qolaman. Umrim oxirgacha baxtsiz bo'laman. Umrbod baxtsiz bo'ladigan odam hech bo'lmaganda bir kun baxtli bo'lishga haqli. Sen qilayotgan ishing o'z boshimchalik. Yo'q. Hayotda kim qay darajada baxtsiz bo'lishini oldindan bila olmaymiz. Lekin seni majbur qilmayman. Qo'ng'iroq qilaman. Qo'ng'iroq qilma, iltimos qilaman. Qo'ng'iroq qilma. Nima bo'ldi yana? Shu yerda tugatsak, qaytmasak umuman bo'lmaydimi? Nisan, men hayotimda hech bir yo'lga qaytish uchun chiqqan emasman. Unda ketdik.
Salom. Salom. Yana nima bo'ldi? Xavfsizlik yuzasidan sizni mehmonxonaga joylashtiramiz. Sizga bir narsa aytmoqchiman, lekin bu oramizda qoladi, maylimi? Mayli. Ular o'pishdi. Nima dedingiz? Kim? Ya'ni Ashraf bey opamni o'pdi, keyin birdan ketib qolishdi. Bu yaxshi ish emas. Hech ham yaxshi emas. Nega? Tez orada tushunasiz. Voy. Hasan amaki, Xush kelibsiz, Ashraf bey. qalaysiz, yaxshimisiz? Rahmat. Oldindan aytsangiz yaxshi bo'lardi. To'g'risi, bizga ham kutilmaganda bo'ldi. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, sog'lig'ingiz uchun duo qilamiz. Rahmat. Mana bu Nisan xonim. Salom qizim, xush kelibsan. Xush ko'rdim. Yukingiz bormi? Yo'q, kerak emas. Baribir uzoq qolmaymiz. Bugun siz uchun dam olish. Ishonchingiz komilmi? Albatta. Katta rahmat. Yaxshi dam oling. Rahmat. Meni o'ylantirayotgan narsa hozir Afra. Uyg'otib yuboraman deb qo'rqdim. Hozir erta. Qanday qilib qo'ng'iroq qilay? Afra mehmonxonada, xavotir olma. Bu joy muncha chiroyli bo'lmasa. Shunday. Men rosa och qoldim. Muzlatkich bo'mbo'sh. Chiqqancha biror nima yeymiz. Mostbet Yur. orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Qayerda yuribsan endi qizim? Ermak. Keldim. Yaxshi, marhamat. Ha, endi boshlayman. Demak, Ermak xonim ham yetib kelguniga ko'ra nutqimni boshlayman. Qadrli yo'ldoshlarim, aziz quroldoshlarim, bilganingizdek, To'g'risi, siz bilganingizdek bo'ladi. ha, Siz bilganingizdek deyish kerak. Xo'p, nima bo'lsa ham baribir tushundinglar-ku. Bilasizlar, muhim kunlar arafasidamiz. Bu tadbirda biror xatolik bo'lmasligi uchun bilib qo'ying, hamma jon kuydirib ishlashiga ishonchim komil. Ha, qalban sezyapman. Aka, nima uchun do'kon ochilayotgan savdogar kabi gapiryapsiz? Qizim, aralashma, yaxshi gapiryapti. Gapir o'g'lim, gapir, baraka. Mana bu voqeani jiddiy qabul qilgan bir nafar. O'zingdan kimlarni yasab olding, uka? Qo'y, odamlar tinch o'tirishsin. Yo'q, Muslim, tinchlik bo'lmaydi. Hech qanday tinchlik yo'q. Bizning eng katta dushmanimiz beparvolik. Hech qachon beparvolikka berilmang. Nima deyishgan? Suv uxlaydi, dushman uxlamaydi. To'g'risi, askar uxlamaydi, suv emas. Ha? Bu harbiy ma'noda. Postdagi askar Bo'ldi deyilgan. endi professor. Etimologiyaga o'tib ketma. Har qalay do'st boshga, dushman oyoqqa qaraydi. Xudoyim, baqirib yuboraman hozir. Men tikuvchini tayinladim. Ashrafning o'lchovlarini oladi. O'zi qani? Ha? Mana, singlim juda yaxshi savol berdi. Javob beradigan bormi? Kechga borib keladi ehtimol. Ha, yaxshi javob. Rahmat professor. Demak, barchangizga muvaffaqiyat tilayman. Yaxshi ishlar qilishingizga ishonchim komil. Eng og'ir vazifani men olaman. Mehmonlarni taklif qilish, ishlarini bo'ynimga olaman. Shu yo'lda sizlar uchun mehnat qilaman. Shunday ekan, tarqalaylik. Unda men ham turay, qurbonlik masalasini hal qilay. Muslim, men oshxonaga qaray. Keling. Men esa yetim bolalarni sovg'asini tashkillashtiray. Nima bo'ldi senga? Kayfiyating yo'qmi? Tinchlikmi? Qara, bir gap aytaman, oramizda qolsin, va'da ber. So'z beraman. Nima bo'ldi? Ashraf Nisanni o'pibdi, keyin qochib ketishgan. Qayerga ketishadi? Bilmayman. Tavba qildim. Agar qaytishmasa-chi? Unda tamommiz. Nima, sen ahmoqmisan? Bu qanday reja o'zi? Ahmoq bo'lganimda bu yerda bo'lmasdim. Qara Qodir, Ashraf ikkovimizga ham dushman.
ikkovimiz ham uni xohlaymiz. Mening dardim Eshref emas. Qo'ysang-chi. Janjallashibsan-ku. Xiyonatda ayblashyapti seni. Sen politsiyachiga nega hamma narsani aytib tashlading? Muammomizni aytmasak qanday yechim topamiz, Qadir? Xullas, shu. Bizda hozir shu bor. Bu ish o'yin emas. Rejani yana bir ko'rib chiqaylikmi? Hech narsa ko'rib chiqilmaydi. Reja shu. Yoki shu rejani qilamiz, yoki hammamiz barbod bo'lamiz. Sen bizni tushunmading shekilli. Men sizni yaxshi tushundim, siz meni tushunmadingiz. Hech qanday boshqa yo'li yo'q. Bu ish boshqa ishga aralashib ketmasin, a? Bilaman. Ammo oxirida Eshrefni qo'lingga shunaqa topshiramanki, hammasi juda oson bo'ladi. Hatto sen ham hayron qolasan. Yo tavba. Nima qilmoqchisan? Rejam bor. Avval shuni aytchi. Eshref qanday qilib seni unga qarshi ekaningni biladi? Buni qanday fosh qildi? Tasbih ichiga eshituvchi qurilmasi joylashtiribdi, ahmoq. Tentak Eshref. Nima aloqasi bor? Menga ham shunaqa qilgandi. Taqinchoq bergandi. Ichiga eshituv qurilmasi joylashtiribdi. O'sha yozuvlar bilan senga tahdid qilayotgan bo'lsa kerak. Burchakka tiqib. Shunday desa ham bo'ladi. Agar o'sha yozuvlardan qutulsam, qolganini o'zim hal qilaman. Lekin qayerda saqlayotganini bilmaymiz. Topamiz. Faqat sal sabr qilish kerak. Avval men aytgan ishni bajar, keyin hammasini o'zim hal qilaman. Yaxshi, kelishdik. Endi ortga yo'l yo'q. Nima desang shu bo'ladi. Zo'r. Jamila aka qo'ng'iroq qilyapti. Jamila aka. Mayli, hoziroq boraman. Men ketishim kerak. Men ham boraman, yo'lda tushirib ketarsan. Bo'ldi, yur. O'sha odamga ham qo'ng'iroq qil. Qilyapman. Alo. Yana nima bo'ldi? Eshref seni o'ldirmadimi? Umid oxirgi nafasda ham yo'qolmaydi deyshadi-ku. Nima kerak? Senga bir muhim ish bor. Shu ishni qilishing kerak. Boshimizga kelgan shuncha balo yetmadimi? Og'am sen tufayli o'ldi esingdami? Ishon, bu safar boshqacha. Qayerdasan? Qishloqdamiz. Bugun og'amizni ko'mmoqchimiz. Ilk samolyot bilan zudlik bilan Istanbulga kel. Nima uchun? Politsiyaga borasan. Hammasini aytasan. Nusretni Eshref o'ldirdi deysan, shu. Ilgari politsiyani bu ishga aralashtirmasdik-ku. Bu boshqa masala. Aytilganini qil. Qilasanmi? Nimet opaga aytishim kerak. Muhim dedim-ku. Kel, bu yerda gaplashamiz. Keladimi? Keladi. Eshref deyishim bilan badani jimirlab ketadi. Keladi albatta. Ishonching komilmi? Men bularni fe'lini bilaman. Ajoyib. Kim ekan? Qadir. Qadir qo'ng'iroq qildi. Bizdan nimani istayapti? Oxirgi marta yaxshilik so'radi. Eshrefni politsiyaga sotishimizni istayapti. Yo'q, nega endi? Haliyam o'ralashib yuribdimish. Borasanmi? Biz hech narsa qila olmadik. Hech bo'lmasa qamoqda chirisin. Ichkarida ishini bitirish osonroq bo'ladi. Eshrefdan oldin yana bir boshqasini hisobini ko'rish kerak. Kim o'sha xonim? Hozircha menga sir bo'lsin. Sen boraver. Qadir yana nima rejalashtiryapti, nima qilmoqchi? Buni ham bilib ol. Qolganini keyin ko'ramiz. Kel. 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 Akajon, qarab yuborasizmi? Bu atrofda nonushta qiladigan joy bormi? Yo'qdan burilib yuqoriga chiqing. U yerda qahvaxona bor, to'st qiladi. Ha, shunday. Rahmat. Boramiz unda bir-ikki narsa yeb olaylik. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina asmedia.net saytida.
Bu yerda meva sotishayotgan ekan. Bularni nima qilmoqchisan? Nima hech sotib olmaganmisan? Olamiz, oshxonaga olib boramiz, pishiramiz keyin. Bir eslat, yana yaxshilab kulib olay. Marhamat opa. Savdoyingizni bersin, bular chanoqalidanmi? Ha opa. Yaxshi 1 kilo bering. O'zim tanlasam xafa bo'lmaysizmi? Albatta opajon, qanday xohlasangiz. Balki baxt shu bo'lsa kerak. Eshref akam hayotida hech tatib ko'rmagan bir tuyg'u hozir uning ichini butkul egallagandi. Oddiy odamlar kabi yashash, bozordan xarid qilish, puling oz bo'lganida uni rejalashtirish, hayot qimmatligidan shikoyat qilish. Bularning barchasini unga faqat Nissan bera oladigandek tuyuldi. O'sha onda yo'q. Eshref akam bu baxt abadiy davom etishi uchun hamma narsasini berishga tayyor edi. Katta rahmat. Arzimaydi. 1 kilo piyoz ham bering. Xo'p opa. Sedat aka, Eshref kelibdi. Qaysi Eshref? Eshrefdek. Qani, qayerda? Sedat og'a qayerga? Eshrefdek shu yerda emish. Nima deyapsan? Ana u yerda aka. Hoy, Eshref, non, pishloq, zaytun, paytun olasanmi? Mayli, unda men olib kelaman. Marhamat opa. Mana tayyor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, marhamat. Non bormi? Bor, nechta? Bitta. Xo'p. Yana nima? Simit bormi? Bor. Undan 2 ta bering. Yana nima kerak? Ancha bo'ldi, bunaqa do'konga kirmaganmiz. Kelib yaxshi qilibsiz, demak boysiz. Kimdir siz uchun hammasini tayyorlab qo'yadi. Yana nima? Ana u zaytundan ham. Pishloq ham. Tuxumingiz bo'lsa, undan ham bering. Yana nimadir kerakmi? Yo'q, qancha bo'ldi? 430 lira. Mana shu yerga qo'ydim. Qaytimi qolaversin. Yo'q, kerak emas aka. Oling. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib, ajoyib gol! Aql bovar qilmas ixtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Hozirda pulim ko'p bo'lishi mumkin, lekin boy inson sizsiz. Omadingizni bersin. Rahmat. Sen bularni menga ber. Mana buni ol. Hammasini oldik. Bo'ldimi? Unda ketdik. Ketdik. Eshrefdek. Yanami? Ha? Meni tanidingmi? Sedat? Sedat edi-ya? Ha, Sedat. Aka, kelgan ekansiz, nega xabar bermadingiz? Yo'q, Sedat. Yigitlar bo'ldi. Qishloqda bunaqasi ortiqcha. Qachon keldingiz aka? Hozirgina. Qandaydir ehtiyojingiz bormi? Yo'q, rahmat. Aytgancha, kechqurun to'yimiz bor, o'rtancha qizimni uzatyapmiz. Albatta kutaman sizni. Kelmasangiz juda xafa bo'laman. Tabriklayman. Bu opa kim bo'ladi? Yangangiz. Xush kelibsiz, yanga. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Kechqurunga kutaman sizni, kelasiz degan umiddaman. Boramiz albatta. Boramizmi? Boramiz hayotim. Taklif qilingan joyga albatta boriladi. Yangangiz boramiz dedi. Demak, boshqa iloj yo'q. Rahmat aka. Rahmat. Rahmat. Rahmat.
Aka, biror yordam kerak bo'lsa telefon qiling, xo'pmi? Rahmat, Sedat. Nima bo'ldi? Biror Yo'q, narsa hammasi bo'ldimi? joyida. Bo'ldi, ayta qol. Qayerga borsang seni tanishadi. Bu Sedat. Fermani olishimga yordam bergan bir do'st. Nimasi endi qo'l o'pishlar? Obro' bor-da, nima qilay? Yangangiz? Sevgilim desam bo'larkan. Mayli, lekin men ham ismim bor-ku, men ham odamman. Sen yangasan, yanga. Xo'pmi? Yoqmadimi senga? Bilmayman, g'alati eshitildi. Bizda shunaqa deyiladi. Nechta olasiz? 100 ta. Nima? Nima deganing nima? 100 ta deyapman. Yaxshi-ku-ya, lekin uncha yo'q-da. Unda top. Qachonga kerak? Ertagacha. Pulni o'ylama uka, maylimi? Bo'ldi. Lekin muammo chiqsa, asabingni ozroq buzaman, esingda bo'lsin. Bu ish muhim. Yo'q, men hammasini hal qilaman, xavotir olmang. Rahmat senga. Mayli, Omadingni bersin. rahmat. Qizim, rahmat. Bu italyan paxtasi juda yaxshi matolarimizdan. Matosi chiroyli, lekin doim bir xil kiyayotgan deyman. Boshqacharoq narsa bo'lsin degandim. Ochiq rangidan kerakmi? Bilmayman. Kechirasiz hozir. Kechqisiyoq. Xo'sh, ol buni qizim. Eshitaman. Qurbonlikni hal qildim. Sen nima qilding? Sotuvchi keldi. Mato ko'ryapman. Juda chiroyli narsa istayapman, lekin didimga mosini topa olmadim. Bo'ldi, ko'rishamiz. Ehtiyot bo'linglar. Ertaga hammasi yetimlarga ketadi. Xo'p, tushundik. Nima qilding? Yetimlarga sovg'alar tayyorladim. Zo'r. Unda faqat bitta narsa qolibdi. Nima u? Eshrif. Eshrif hali ko'rinmadi. Bu ish jiddiylashib boryapti. Farruh. Odamlarimizga aytmaymizmi agar u kelmasa? Yo'q, yana biroz kutamiz. Hali vaqti emas. Akam qayerda qoldi ekan? Hamdi bobo, sizni oramizda ko'rish katta sharaf. Buni aytib qo'yay sizga. Uchib kelasizlar. Trabzonda aeroport bor. Telefonni yangaga bering. Yaxshi, jahl qilmang, hech narsa demadim. Biz hammasini hal qilamiz, xavotirlanmang. Siz kelganingizda biz kutib olamiz. Eshrif rosa quvonadi, ishonaman. Hozir salom ayting. Hamdi bobo bo'ldi. Bu ham bo'ldi. Udda biron. Yana meni aldading. Nima deyapsan, Gonja? Iltimos bir daqiqa jim tur. Bu ishlar muhim ko'rmayapsanmi? Menga qara. Rostdan ham u qizni tanimaysanmi? Qaysi qizni? O'sha qizni. Xudo, mashinada ham aytdim-ku, necha marta aytaman. Ha, taniyman. Bizni mehmonxonada ishlaydi, musiqachi qiz. Ey, Gurdal. Ishonchim komil. Sen yolg'on gapiryapsan. Lekin isbotlay olmayman. Inshaalloh. Inshaalloh bir kun kelib seni ushlayman, Gurdal. Hamdi bobo bo'ldi, metalchi Nizom ketdi, Cherkez g'olib ketdi. Senga aytyapman. Salih bobo ketdi. Yana kim qoldi o'zi? Mostbet O'zbekistondagi eng birinchi bukmeykerlik kompaniyasi. Og'zingni ochma. Ozroq Og'zingni ochma. va 3 million so'mga ega bo'ling. Gapir. Aka, qayerdasan? Qayerdasan deganing nima? Ertalabdan beri yugur, unga qo'ng'iroq qil, bunga qo'ng'iroq qil, unday qil, bunday qil. Jonimga tegib ketdi, ishon. Hammasini hal qilyapman. Hatto hammasi tayyor. Hammasi zo'r, chiroyli bo'ladi. Jonim, kelayotganingda sharbat olib kela olasanmi? Alo, nima deding? Bu kim edi, aka? Kim edi? Televizor yoqilgan ekan, yonimda hech kim yo'q. Aka, meni aldamang. Qayerda yuribsiz? Yo'lda hozir tunnelga kirdim. Hozir signal. Hozir. Sen nima qilyapsan o'zi? Tavba qildim, tavba. Yo'q bo'ldi. Yaxshi, bu juda ham zo'r. Meni qiynama. Bugun yana ham holdan toygan. Hozir doktor ichkarida. Meni yoniga ham qo'ymadi. Doktor nima deyotganini eshitishni xohlamayapti. Nega bunday qilyapti bu odam, Jamila? Hech tushunmayapman. Hammani o'ylatib qo'yyapti. Yakub ota qanday? Davolashni boshlasa ham endi kech. Aytish qiyin, lekin sekin tayyorlanavering. Nima deyapsiz, doktor? Gapimni tinglamayapti. Nima qilay?
Men o'zim gaplashaman hozir. Rahmat sizga, doktor. Ota, ota, turing, kasalxonaga boramiz. 35 yil. Yetimlarni boshida rosa 35 yil. Kadir. Nimalarni ko'rmadik-a? Nelarni uchratdik? Urushlar, xiyonatlar, hammasini boshimizdan o'tkazdik. Aslida biz yashamadik, ota. To'g'ri. Jamil, tayyorgarliklar qanday? Tayyorlanyapmiz, ota. Kadir, sen Eshrifni yolg'iz tashlab qo'ymayapsan, ha? O'g'lim, surishtir, so'ra. Nimaga muhtoj bo'lsa, bil. Yo'q, ota, xavotir olmang. Men hammasiga qarayapman. Axir u mening ukam-ku. Ko'rsam ko'zim ochiq ketmasin. Siz bizni o'ylamang. Siz sog'lig'ingizni o'ylang, ota. Qaysi ota farzandlardan oldin o'zini o'ylaydi, Kadir? Agar o'ylasa, u ota deyiladimi? To'g'ri aytyapsiz, ota. Kadir, yur chiqaylik, dam olsin biroz. Boraman, Jamil aka. Allo, Bir soatdan keyin makoningda uchrashamiz. nima bo'ldi, ayt. O'sha audio yozuv masalasini hal qilaman. Bir rejam bor. Eshrifni qo'lida sendan dalil qolmaydi. Qanaqa reja, aqldan ozdirmasdan ayt. Nega qarayapsan? O'tib ketgan hayotimni. Qaraganingda nima ko'ryapsan? Qorong'ulikdan boshqa bir yorug'. Shunaqa gaplarni qilmaylik. Qara, shu yergacha keldik. Nima haqida gaplashishni xohlaysan? Gaplashishimiz shart emas. Bu lahzadan rohatlanaylik. Asilmedia.net taqdim etadi. Bu ishlar bo'yicha tajribam yo'qligini bilasan. Nima qilishni men aytaymi endi senga? Yomon bo'lmasdi. Yonimga kel. Kelyapman. Kel. Keldim. Meni quchoqla. Qanday? Shu yaxshimi? Yig'layapsanmi? Piyozdan. Piyoz to'g'risam ko'zim yoshlanadi. Bir gap aytaymi? Ayta qol. Bu dunyoda seni sevadigan erkakka loyiq boshqa ayol yo'q deb o'ylayman. Agar shu gapni ilgari boshqa ayolga ham aytgan bo'lsang, o'ldiraman seni. Hozir xayolimga keldi vallahi. Rostdan. Bunday narsalarga yo'qman deysan-ku. Improvizatsiyada zo'rsan. Yuragimning ovozini eshitdim. Urmayapti deganding-ku. Orada bir to'xtab turadi degandim. Endi o'sha savolni bermoqchiman senga. Yaxshisi so'rama.
Nima deyishimni bilmayman. Biz bu yerda yolg'iz emasmiz. Uchinchi odam ham bor, bilasanmi? Bu yerda men bilan sendan boshqa hech kim yo'q. Ishonaymi bunga? Hech bo'lmasa kul. Qolganini men hal qilaman. Qolgani yo'q hayotim. Yana boshlading. Qara, ertaga butunlay boshqa hayot boshlaysan. U yerda menga o'rin yo'q. Bu kecha oxirgi kechamiz. Aynan shu bo'ldi. Seni qanday to'xtatsam bo'ladi? Ayta qol. Unda meni olib ket. Qalampirlar kuyyapti, hozir qaraychi. Eshraf, sen dasturxon yoz, idishlar ana bu yerda. Bo'pti. Bugun xo'jayin sensan. Aytganingdek yotoq ham olib kelib qo'yardik. Nima gap? Yozuvlarni hal qilaman deding, keldim, xo'sh gapir. Bu nima? Eshrafni uyini suratlari. Ha, asosiy gap ko'vat. Sen bilan gaplashgach arxivimni titkilab chiqdim. Eshraf har doim omadga umuman ishonmaydi. Shuning uchun u juda ko'p tinglash qurilmasi sotib olgan. Uyida bitta maxfiy xona ham bor. U yerga hech kimni kiritmaydi. Yozuvlarni o'sha yerda saqlaydi deb o'ylayman. Bu aniq fakt. Meni yozuvlarim ham shu yerda. Bu odam bilan yillar davomida birga yuribman, lekin shuncha narsani bilmas edim. Sen ancha qiziqibsan-a? Qiziqishdan ham ortiq. Endi nima qilamiz? Uyiga bostirib kira olmaymiz. Shubha yo'q. Bunday qilamiz. Menga ishonadigan, ishonching komil bo'lgan yigitlardan bir nechtasini berasan. Qolganini esa o'zim hal qilaman. Senda hali qancha reja bor, tushuna olmayapman. Qarshimizdagi odam Eshraf Tek. Uni birdan yiqita olmaymiz. To'rt tarafdan hujum qilishimiz kerak. Bittasidan qochsa, boshqasi bilan bosamiz. Sen ham xohlaganingga erishasan. Xudo xohlasa. Qo'ng'iroq qilmadinglarmi? Kamida 5 marta qildim desam yolg'on bo'lmaydi. Men ham qildim, lekin javob bermadi. Men ham qildim, ko'tarmadi. Aqldan ozaman. Xudo haqqi hozir aqldan ozaman. U esa bemalol yashayversin, yalt qilib. O'shani san degan qiz bilan birgadir-a? Yo'q, rostdan ham bilmayman. Bo'ldi-da, bas qil endi. Men seni bilmasam ekan. Sen nimadir bilasan? U Nisan bilan birgamidi? Ha, Nisan bilan birga ekan. Ha? Qayerdan bilding? Kim aytdi? Men aytdim. Sen qayerdan bilasan? Singlisi Afra aytdi. Qayerda ekanlar? Uni bilmayman. Nima deganing bu? Qo'ng'iroq qil, so'ra. Qanday qilib bilaman? Qo'ng'iroq qilyapman, javob yo'q. Nima degani qanday bilaman, professor? Hamma ishimizga aralashasan, hamma gapimizni to'g'irlaysan. Bu unday aytilmaydi, buni ham hal qil endi. O'g'lim Farukni nima gunohi bor? Faruk emas, hamma aybdor. Nima? Hammanglar aybdorsizlar. Tushunyapsizmi? Muslim bilan Faruk nima qildi? Hammangiz aybdorsiz deyapman-ku. Siz ham aybdorsiz. Alloh, men nima qildim? Nima qilding deysizmi? Tavba qildim. O'zingizga keling, ahvolimizga qaranglar. Agar bu odam qiz bilan qochib ketgan bo'lsa, biz nima qilamiz? Hech o'ylab ko'rdinglarmi, ha? Nima qilamiz endi? Qizga qo'ng'iroq qil, singlisiga qil, qayerda ekanligini bil. Borib Eshrafni olib kelamiz. Sevgi deyotgan payt emas. Aytgan odamga qaranglar. Nima deding? Ayt, nima deyapsan? Ayt, qani? Hech narsa demadim. Yurma, qo'rqoqlantiraman. Bu Eshraf tufayli asabim joyida emas. Asablarim chatoq. Bo'ldi, baqirma, uyni boshingga ko'taryapsan. Bo'ldi. Tinchlan. Gapir. Aka, politsiya. To'xtata olmadik, yuqoriga chiqishyapti, nima qilay? Nima ish bor ekan ularni? Yaxshi kelsinlar. Kim kelayotgan ekan? Politsiya kelayotgan ekan.
Aytgan odamga qaranglar. Marhamat. Keling, ma'mur bey, qanday yordam bera olamiz? Uyni tintuv qilamiz. Tintuvga ruxsatimiz bor. Qanday ruxsat bu? Nima qidiryapsizlar? Nimaga tintuv qilyapsizlar, ha? Yo'l bering. Uyni tintuv qilamiz. Ruxsatnomangizni ko'rsata olasizmi? Qara. Yuring, yuring, yuring. Tinchlaninglar, hech narsa topisha olmaydi. Maxfiy xonani bilishmaydi. Yurma, Gonjaga qo'ng'iroq qil tezda. Eshrif, Eshrif. Shu yetadimi? Albatta yetarli. Nima kammi? Chiroyli ko'rinadi. Xush kelibsiz, yanga. Salomlar. Eshrif aka, xush kelibsiz. Salom. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik, salom. Yaxshimisiz? Kechirasizlar, boshqa kiyimimiz yo'q edi. Hech qisi yo'q. Marhamat, yuring. Bu yoqdan. Avval kelin kuyovni tabriklaylik. Ular bu yerda. Eshrif aka keldi. Aka, xush kelibsiz. Tabriklayman. Xayrli bo'lsin. Rahmat katta. Xayrli bo'lsin. Rahmat Eshrif bey. Tabriklayman. Rahmat, katta rahmat. Aka, bir suratga tushaylik. Albatta, albatta. Aka, marhamat. Stolingiz tayyor. Avvallari burchakda o'tirar edik. Nega unday deysiz? Marhamat. Biz ko'p qolmaymiz, uzr. Bo'lmaydi. Siz bizning eng aziz mehmonimizsiz. Marhamat. Aka, quyib beraman sizga. Biz ichmaymiz. Ichmaymiz. Aka, ichasiz. Bugun ichmasa bo'lmaydi, aka. Bo'ldi, yetadi. Nikoh o'qildimi? Ha, o'qildi. 3 kun bo'ldi. Aka, yana biror istagingiz bormi? Yo'q, katta rahmat. Rahmat Sedat. Bemalol o'tir. Bizda ham bor. Men boshqa mehmonlar bilan ham salomlashib chiqay. Sog' bo'l. Yoqimli ishtaha. Bo'lmasa bittadan ichaylik. Ichamiz. Sport o'yinlariga qiziqasiz, lekin pulingiz yo'qmi? Hoziroq Mosbetdan bonus pullar orqali pullaringizni bir necha barobar ko'paytiring. Kelishingni bilgan edim. Aslida seni otish uchun kelgan edim. Nima bo'ldi yana? Hammasiga sen sababchisan. Og'amni sen yo'q qilding. Buni qarang. Akasi, o'tdi ketdi bular. Endi oldinga qaraylik. Og'ang o'ldi. Hech bo'lmasa shuni qilgan jazosiz qolmasin. Eshrif. To'g'ri. Yur, marhamat. Narsalarni ag'darasan, sekinroq. Ya, politsiyachilar, tongda keldingiz, mana kech ham bo'ldi. Eshrif tekni uyini tintuv qilyapsizlar. O'zlaring ham bilasizlar. O'zbek tilidagi tarjima filmlarini tomosha qilmoqchimisiz? Unda Asl Media Bu yerda nima qilyapti o'zi? saytiga tashrif Gurdali kimdir shikoyat qilgan shekilli. Ko'ramiz hali, bilamiz. U yerni ko'rib chiqishdi.
Endi pastga qaraylik. Advokat kelmasdan ish boshladinglar-ku. Hech bo'lmasa kutmaysizlarmi? Qarshilik ko'rsatding. Men qarshilik qilmayapman. Faqat qonun qoidaga binoan bo'lsin. Hammasi qonun asosida. Shunaqami? Ha, Hali ham topa olmadinglarmi? Xonani ta'riflab bergandim-ku. qiyinchilik tug'diryapti. Yana qanday qiyinchilik bo'lishi mumkin? Politsiya emasligingizni bilib qolishdimi? Ey, sen topgan odamlaringga hayronman, Kadir. Qarang, qarshilik qila olishmaydi. Sen ham sal qat'iyroq bo'l. Aytgan xonamga kir. Kirib, yozuvlarni ol. Bo'pti. Marhamat, marhamat, o'zingizni uyingizdagidek his qiling. Shifa, meni bu ishlarni qilishga sen majbur qilding. Agar men bilan ketganingda bularni hech biri bo'lmasdi. Hech biri.